Shu kunlarimizda mana mamti bilan mamtida ozgina pachog'i borligi uchun atik $50 beramiz. Bunisini bo'lsa mamtida ozgina kraskasi ko'chganligi uchun $59 ga, xohlaganlar uchun suv tegib turadigan nijniy zagruzka kunlarimizni ko'rishingiz mumkin. Mamtida ozgina pachog'i bor, даже bilinmaydi ham, ko'rinmaydi ham. Shuni hisobiga bu kunlarimiz atiga $80 ga beramiz. Shunga o'xshagan outlet tovarlarimiz ancha yig'ilib qolgan. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, hammasini bitta-bitta tushuntirib, to'liq ma'lumotlarni berib o'taman. Yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qo'yinglar videoni. Bu videomizni tez hamma yaqinlarga ulashib qo'yinglar. Ko'rishingiz mumkin. Mamtida ozgina kichkina tochkadagi pachog'i borligi uchun mana shu kunlarimizni $65 ga beramiz. Bunisini bo'lsa ko'rishingiz mumkin. Mamtida ozgina ezilgan joyi bor, nijniy zagruzka. Umuman bilinmaydi. Bunimiz $80, $66, $64, $64, $64, 60, 59, 55, 54, даже $49 dan $67 gacha qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Soni 50 ta dona atiga tez ulgurib qolinglar. Bular uzoq 1-2 kunda sotilib ketadi. Bu kullelarimizni hammasidan aniq ichki qismi to'liq nerjakadan ishlangan bo'ladi. Orqalari to'liq kompressor frioli bo'ladi. Bu yerda hammasi 100% kompressorli. Bitta dona bo'lsa ham ventilyatorli. Dizayner keladigan bo'lsa, o'zingizlarga yoqqan tanlayverasizlar. Oq deysizlarmi, qorasi seri, даже mana bunaqa ko'k rangidan ham bor, sensorli bo'ladi. Buni ham juda zo'r skidga qo'yib qo'yganmiz. Kafolatga keladigan bo'lsa, 2 yildan 15 oygacha kafolat beriladi. Bu aytayotgan ayblarni faqat tashqi tarafda, ichki tarafida umuman ishlashiga xalaqit bermaydi. Ishlashga 100% garantiya beramiz. Bizdan sotib olgan har bitta kullerlarga Alyaskadan mana 3.9 litrli suvga voucher beramiz. Ya'ni bitta har bitta kullerga 3.9 litrli suv badarkasi bo'ladi. Bu kullerlarni sotib olishning bitta sharti bor. Meni Instagram bilan Telegram kanalimga a'zo bo'lgan bo'lishingiz kerak. Telegram kanali silkasini profilni shapkasida qoldirib ketaman. Kimgadir kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, bemalol direktdan ham yozsanglar bo'ladi. Tez ulgurib qolinglar. Soni juda cheklangan.